Öğleden sonraki tushdan keyin aram elish soatlari asta-asta aqlashayotganda büyük mescidning oldidagi insonlar bayram zevkini birlikda o'ynab, qutlashni davomlashtirmoqda. İnsanın aklına İnsanın ko'ngliga ko'ngil etish uchun diskoteklarda tanisi o'ynaganlar keladi. Bu yerda kishi to'pliqning ichida bo'lsa-mu, ammo o'z his va istaklariga ko'ra usul va yoki sama o'ynaydi. Hamma ish to'pliq ichida va ritmga ko'ra qilindi. Shundaqdimi kishi o'ziga aylanib, o'zini topa oladi. Kishi inson bo'lganligini, hur bo'lganligini, bir muncha insonning orasida bo'lsa-mu, bu cheksiz tuproqning va cheksiz cho'llarning o'rtasida o'z tushunchalari bilan yolg'iz qolganligini his qiladi. Bütün bular uygun qadamda yurmak emas, cheksiz tuproqlarning o'rtasida va ichiga itilgan bir dunyoda bar bo'lganligini isbot etishini ko'rsatgan bir g'ayratga o'xshaydi. Tibet bilan Jungariya, Rossiya bilan Mo'g'uliston orasiga joylashgan bir o'lka, Sharqiy Turkiston. Rasmiy manbalarga ko'ra 6 million Uyg'ur, 900 ming qozoq va 100 ming qirg'iz, tatar, qalmoq, qoraqalpoq Çinning g'arbida hayotlarini sürdürmekte. 1 milyar Xitoyning yashaydigan Çinda. İnsan bilim bilen yükselmiş ve efendi olmuştur. Bunda kılmasaydı fakat kul bolgan bulat.